Shahrimizning 7 go'zal territoriyasidan 3 xonali kvartirani sotuvga chiqyapti. Uyimizning narxini qimmat deyishdan oldin video obzorimizni oxirigacha ko'rib o'ting. Katta uyimiz 80 kvadrat, hol qismini ham oshxona hisobida tayyorlagan ekan egalari. Bu uyimiz shahrimizning markazlaridan biri bo'lgan 7 go'zal yonida. Birinchi xonasi zal qismini ko'rib o'tamiz. Eshiklari qimmat podzakas eshiklardan iborat ekan. Kirgandan kattagina zal, to'g'rida chiroyli servan qilib qo'ygan ekanlar, chiroyli aboylar, patolog, gipsokarton, chiroyli lyustralar, o'rtada televizorlar bilan birga mehr berib ta'mirlangan bu kvartiramiz. Bu tomonda ikkita alohida xonasi, birinchi spalnamiz kirgandan kattagina chiroyli spalna. Gipsokarton chiroyli lyustralar plus o'zini balkoni bilan birga bu tomonda televizorgacha o'rnatib qo'yilgan ekan. Aytib o'tganimizdek eshiklari qimmat MDF eshiklardan o'rnatib qo'yilgan ekan. Prixol shkaflar qilingan. Bu tomonda keyingi detsk komnatasi. Detsk komnatachasi ham polnotsenniy derazalik akkuratli holatda remont qilib qo'yilgan holatda ekan. Sanuzol qismini ko'rsatib o'tmoqchiman. Sanuzolimiz ham akkuratli remontdan chiqqan, to'liq kafilchalar bilan ta'mirlangan, lituvnikas akril vannalar. Chiroyli mehr berib ta'mirlangan ushbu kvartiramiz. Bu tomonda oshxona qismi, kattagina oshxona, kuxna bil garniturasi, stiralka, mikrovolnovka, xolodilniklari, gazli plita, vichkalari hammasi o'rnatib qo'yilgan. Plus o'zini 6 metr balkoni bilan birga bu yoqda ham konsertlari, televizorlari. Mana bu yoqda mazza qilib o'tirish uchun tapchanchalargacha qilib qo'ygan ekanlar, mana ko'rishingiz mumkin. Bu uyimizning narxini egalari 64900 dollarga baholayaptilar. Kelishtirib arzon qilib beriladi. Ikkinchi qavat 3 xonali kvartiramiz.